Hello friends, welcome back to Royal Drive. Bugun biz juda qiziqarli va amaliy kichik yuk avtomobili haqida gaplashamiz. Bu 2026 yilgi Chevrolet Labo Daiwa modeli. Ha do'stlar, bu kichkina, lekin juda kuchli va ishonchli ishchi avtomobil 2026 yilda yangilangan ko'rinish, yaxshilangan samaradorlik va zamonaviyroq imkoniyatlar bilan taqdim etilmoqda. Hajmi kichik bo'lsa ham, uning imkoniyatlari katta ekanini yana bir bor isbotlaydi. 2026 yilgi Chevrolet Labo Daiwa o'zining avvalgi mashhur modelining an'analarini davom ettiradi. U ko'plab Osiyo davlatlarida kichik biznes egalari, yetkazib berish xizmati va savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchilar orasida juda ommalashgan. Tashqi ko'rinishiga qarasak, avtomobil hanuz ixcham va sodda dizaynga ega, lekin old qismi biroz zamonaviylashtirilgan. Yangi panjara dizayni, yorqinroq faralar va mustahkam bamper avtomobilga yanada jiddiy va ishchan ko'rinish beradi. Bu kichik yuk mashinasi bo'lsa ham, tashqi ko'rinishi bilan mustahkamlik va ishonchlilikni namoyish etadi. Yon tomondan qaraganda, uning ixcham o'lchamlari eng katta afzalliklardan biri hisoblanadi. Tor ko'chalar, gavjum bozorlar va shahar markazida harakatlanish uchun juda qulay. Orqa yuk qismi keng va mustahkam bo'lib, og'ir yuklarni tashishga mo'ljallangan. 2026 yilgi modelda shassi qismi yanada mustahkamlangan. Bu esa yuk ko'tarish barqarorligini oshiradi. Kichik biznes egalari uchun bu juda muhim omil hisoblanadi. Endi dvigatel haqida gaplashamiz. 2026 yilgi Chevrolet Labo Daiwa odatda butun 8 litrli 3 silindrli benzin dvigatel bilan taqdim etiladi. Bu dvigatel tezlik uchun emas, balki iqtisodiylik uchun sozlangan. Ot kuchi ko'p bo'lmasa ham, past aylanishlarda yetarli moment beradi. Bu esa yuk bilan harakatlanishda juda qo'l keladi. 5 pogonali mexanik uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi va boshqarish juda yengil hamda sodda. Yoqilg'i tejamkorligi bu avtomobilning eng kuchli tomonlaridan biri hisoblanadi. Shahar sharoitida juda kam yoqilg'i sarflaydi. Bu esa kundalik foydalanishda xarajatlarni kamaytiradi. Yoqilg'i narxlari oshib borayotgan bir paytda, bunday iqtisodiy avtomobil kichik tadbirkorlar uchun katta foyda keltiradi. Eng muhimi, xizmat ko'rsatish va ehtiyot qismlar ham arzon va oson topiladi. Salon qismi oddiy va amaliy. Bu yerda hashamat kutmang, chunki asosiy e'tibor ish samaradorligiga qaratilgan. 2026 yilgi modelda haydovchi o'rindig'i yanada qulayroq qilib